Mana ish joyimdagi atmosfera nima edi? Hammaga assalomu alaykum. Akaxonlar, mehribonlar, zodagonlar, urushqonlar, qaytmaslar, oqsuyaklar, prinsessalar va malikalar. Mahalladoshlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ha, qaramaysiz. Oyda qaramaysiz. Joylaringni bilib tez o'tirlar. Choy muncha ko'p choy ichishadi bular. Qaynab. Choyxona. Jonibek troningdan. O'ylaydi, shu bolani turishiga o'ylaydi. Hammasini tashlab yana lamonchilik qilsammikan? Bilmadim. Rasul Jamol, o'lyapti. Men videoga olyapsizmi? Kreditni menga kalbasa oldim 1 kilo. Uyga bordim, yedimda. Go'zay, saha ko'zaying Seudaga o'xshaydi. Qo'y tansa ketishchi, meni uyatyapsiz. Soatim 11:30 bo'lgandir. Yarim soatdan keyin obed. Obeddan keyin yana yarim kun ishlash kerak. Qachon tugaydi bu ish? Shu osmondan tarz etib $85,000 tushib qolsa edi. Yigit power bo'ladi. Qiz boyvachcha bo'ladi. Divanda yotishi bo'ldi, qiling, turing, ishlaymiz. Men hali kutib ketaman. Keyin men bunaqa ishxonada emas, oshxonada ovqatlanaman. Bo'ldi qiling, opa. Bu qolasi opajon. Voy, bo'g'irsoq. Kuni bo'yi yemagan narsamiz ham qolmadi, bekini. Kimdir jahlimni chiqarib qo'ysa, tagiga yetmaguncha qo'ymayman. Shu xo'jayinda qana qilib ko'nglini olsam bo'lar. Nima qilsam oyligimni ko'tarib berar ekan. Kelishi bilan karni sunnilar bilan kutib olaymi? Yo oyog'im tagiga qo'y so'yib abetaga bir tog'ora somsopga bering. Aka, ruxsat bersangiz, uyga ketsak. Uyga ham qaytaylik zemlyaklar. Men olamdagi 8-mo'jizamanda, to'g'risini aytsam. Sog' bo'linglar. Ojaka, yomon pismiqsiz, soddani o'qib yurganingiz bilan. Lalito. Hayır. Tugadi.